Hiç o'zinglarnikini anaqa o'lchab ko'rganmisizlar santimetrda turgan payti? Ha yo'q, qarang, shuncha paytdan beri bilmaganmiz. Qarang, tavba qildim. Hozir uxlay turuvdi-da, bir so'rab ko'raman, ha. O'rtoq boshliq. O'rtoq boshliq. Uzr, bo'yingiz necha edi? Yo'q, menga kerak biz, opa kerak ekan. Nima deysiz? Ha yo'q, boshliq shu kelib gapiradigan zavodi bilan bo'yni o'lchab ketsa bo'lmaydimi deyapti. Nima deysiz? Lekin agarchi yoqadigan anaqa bo'lsa, men boshqa narsa qilishga qiziqaman-da. Va aylanib ketish qilib arqa mahallani sug'orishga qiziqmaysizmi? Bashiringizga otdi qatig'i, ha? Orqaga olishga uncha qiziq emas-da menga. Takoy ovozasini ko'rish boshqacha. O'rtoq boshlig'a turing endi, sizga 24 ga hojatxona topib qo'ydim. Xohlasangiz dalniga kirasiz, xohlasangiz bilishniga. Mazasini bilsa bo'ldi ekan. Hozir aka bir 5 minutdan keyin telefon qilaman, hozir banddim. Aha. Mana qarang, o'rtoq boshliq yaxshilab cho'milib, yuvinib kelsa olaverasizmi? Ha? Yo'q, agar olaman, yaxshi ko'rgan odamniki bo'lsa, takoy приятный bo'lsa olaman. Va aylanib ketib joningiz sog' bo'lsin-da, shu taypa bilan olsangiz-da, siz nima turib oldingiz, pastda bo'xtan qurib qolgandek. Yotuvdingiz hozir? Yepillatdi.